tura olyapti Abdulfaqat. Tura olyapti. Anchagina jismoniy tayyorgarligi yaxshi ekanligi ko'zga tashlanyapti. Ammo mana shu raundning boshi bizga menimcha yaxshi boshlandi. Hech shubhasiz. 1,5 daqiqa. Yaxshi, mana shunday zarbalar kerak. Davom ettirish kerak. Roziyev. Hali bor. Hali 3 daqiqa bor. Bahromjon kuchni teng taqsimlash kerak albatta. Oyog'ini chiqarib olish kerak-da, Shohruh shu yerda chiqarib oldi ham. Mana shu vaziyatdan chiqib ketish kerak edi. Iloji bo'lsa ajoyib tarzda vaziyatni o'z tomoniga oldira olyapti. Ha, charchadi Abdulfaqat ham. yaxshi zarbalar bersa bo'ladi. Yaxshi, mana shunday zarbalar. Ham Mefislar ham kerak. Ha, mana shunday zarbalar. Demak, Abdulfaqat referiga qarab qo'ydi, noqonuniy zarba beryapti degandek qildi, lekin yo'q, hozircha referi hammasi joyida dedi. Mana endi nazoratni boy bermaslik kerak. Mana shunday zarbalar ketma-ketligini davom ettirish kerak, nazoratni ushlab turish kerak. O'sha Xotanbek Boynazarov hamda Tahir Abdullayev jangini ko'rgan bo'lsangiz, aynan mana shunday tarzda g'alabaga erishgan edi. Shunchaki nazorat qilib, shunchaki zarbalar yo'llab, juda ham qiyin jangda chempionlik kamarini o'ziniki qilib olgan edi Boynazarov. Mana shunday vaziyatda hozir. Yaxshi himoyalanish pasaydi. Abdulfaqatda nazoratni yaxshi amalga oshiryapti. Ha, mana shunday bermaslik kerak. Yana orqasiga o'tib olish kerak. Bu ortiqcha harakat kerak emas. Muhimi qonun qoida buzilmasa bo'lgan. Mana shu bal olib tashlanmasligi muhim. Chunki bu raund 100% deyapti Bahramjon va agar hakamlar qarorigacha boradigan bo'lsa, aniq hakamlar qarori bizning foydamizda bo'ladi. Yo'q, Bekmanovga o'tmasdan shunday nazoratni amalga oshiraverishimiz kerak. 1,5 daqiqa vaqt qoldi. Yaxshi, Bahromjon. Raqib ham o'zi anchagina motivatsiyasiga o'chib qoldi. Chunki harakat biroz pasayyapti. Shu qarshilikka bo'ldi. Anchagina kuch yo'qotdi-da baribir Shohruh. Kuch endi ikkala jangchi ham yo'qotdi, faqat ulardan biri g'alabaga harakat qilyapti va bu Bahromjon ekanligi bizni quvontiradi albatta. So'nggi daqiqa o'tib boryapti, do'stlar. Kardio. Birinchi planga chiqadigan vaziyatlar, do'stlar. Demak, 25 soniya do'stlar. Ajoyib raund. Bahromjon Roziyev g'alabaga yaqinmiz do'stlar. Bahromjon Roziyev so'nggi 10 soniya. Hamon faol, hamon zarbalar yo'llashda davom etyapti hamyurtimiz. Albatta, aktivlik bilan yakunlab qo'yish kerak va menimcha jang o'z poyoniga yetdi do'stlar. Bahromjon Roziyev juda ham qiyin jangda ajoyib harakatlari bilan yodimizda qoldi do'stlar va bu hakamlar tomonidan ham e'tirof etilsa ajab emas. Oldindan biror bir fikr bildirishdan tiyilib turamiz, chunki ko'rdik bundan avvalgi jangda, lekin ishonch bilan ayta olaman Shohruh. Gapchi kuygan qatiqni ham ushlab ichadiganga hozircha indamay turamiz. Erondan keyin albatta gaplashamiz. Ha, 3-raund to'la to'kis ustunlik. Mana takroriy lavhalar, o'zingiz ko'rib guvohiga aylanishingiz mumkin. Nima deb o'ylaysiz?
Demak do'stlar, ha Abdul faqat ham ajoyib jangchi ekanligini namoyish etdi. Mana o'zaro hurmat, jang o'z yo'liga, jang yakunlandi va bir-birini tabriklayapti. Chiroyli jang. Menimcha ortda qolgan har bir jang ham o'zlarida yorqin taassurot qoldiryapti desam yanglishmagan bo'laman. Hali do'stlar, bundan-da qiziqarli janglar bizni kutib turibdi. Va men eshitishim bo'yicha hozir aynan o'zim ko'rganim yo'q, lekin menga kelgan xabarlarga ko'ra umuman Mangu ligasi hozir yurtda o'zbek MMA ligalari ichida rekordlarni uryapti prosmotrlar bo'yicha. Albatta Mangu qanday nufuzli liga ekanligini isbot bo'la oladi menimcha. Hozir esa bizga birozdan so'ng e'lon qilib berishadi rasmiy qog'ozlardagi sonlarni, ya'ni g'olibni. Mana mutaxassislarning o'zaro jang natijalarini hal qilayotgan palla. Tortishishi menga yoqmayapti shular. Negadir nimanidir ustida tortishyapti. Menimcha tortish kerak emas. O'sha ochko olib tashlanganligi biroz o'ylantiryapti do'stlar. Agar ikkinchi raundda 10-8 berilgan bo'lsa, matematik hisob-kitoblar ketyapti do'stlar. Durang bo'lib qolish ehtimoli bor ekan, agar bundoq o'ylab qaraydigan bo'lsa. Lekin yutqazmasligi kerak. Bu yoqdan olib hisoblasa ham, bu yoqdan olib hisoblasa ham meni to'g'risi matematikamga sig'mayapti. Lekin Durangga agar o'sha bal olib tashlash bilan bog'liq holat bilan durang bo'lib qolishi ehtimoli. Shu matematikaga ham to'g'ri kelmayapti-da degan ibora bor-ku. Mana shuni yaxshilab yaqinlashtirishda bo'laydi. 8 raqamini ko'ryapman. Qaysidir raund 8 qo'yilgan lekin. Ha, ikkinchi raund 10-8 berilgan baribir. Bir ochko olib tashlangan, 10 agar ochko olib tashlanmagan holatda 10-9 ko'ramiz endi. Ko'ramiz va umid qilamiz ushbu jang g'olibi hamyurtimiz bo'ladi. 8 qo'yilgan bo'lsa lekin ehtimol past. Hozir 8 raqamini ko'rdim, bu yaxshi emas. Demak hayajonli daqiqalar do'stlar. В этом поединке, по мнению судей, объявляется поединча Джайгор Дуран. Do'stlar. Yuqorida aytilganidek, demak, o'sha 8 degan raqamni shu bekor yozishgan ekanda. 9 qo'yilganda Bahromjon yutgan bo'lardi, lekin 8 aynan bizga durang olib keldi. O'sha ochko olib tashlanish qimmatga tushdi Bahromjon.